Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyati haqida eng ko'p va nopozliq doklad e'lon qilib kelgan Avstraliya strategik siyosat instituti 20 iyul yana bir yangi dokladni e'lon qilgan. Dokladning yozuvchilari Albert Jang va Tilla Xo'ja 13300 Facebook yollanmasi, 6,780,809 Twitter uchuri, 490,710 har xil maqola, shundaqla Xitoyning hukumat hujjatlari va Xitoy doiralari Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yig'inlarida e'lon qilgan bayonotlarni tahlil qilib chiqqan. Doklad ko'rsatilishicha, Xitoy uzun yillardan buyon chet elga qartilgan tashviqotini davomli kuchaytirib kelgan bo'lib, xususan Sharq Turkistonda ijro qilinayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati masalasida G'arb dunyosining tanqididan qutulish uchun ijtimoiy tarmoqlarda soxta xabarlarni kuchab tarqitib, jinoyatlarni yoshirib qilishga uringan. Natijada bo'lsa Xitoyning chet elga qaratgan yolg'on tashviqoti O'rta Sharq bilan Afrikada unum bergan. Amerika prezidenti Bayden bu ay ichida Xitoy prezidenti Shi bilan ko'rishni planlaganligini e'lon qildi. Bayden Amerika Avam palatasining boshlig'i Nancy Pelosi'ning kelar oy Tayvan ziyoratini planlaganligi to'g'risida mundaq dedi. Armiya hozirgacha buni yaxshi fikr emas deb qaraydi. Bayden bilan Shining uchrashishi 4 oydan keyin tunji qitim o'tkaziladigan bo'lib, Tayvan vaziyati jiddiylashgan va Bayden hukumatı Xitoydan import qilingan mahsulotlarning tambojni bejni kamaytirishni o'ylashayotgan halqaliq paytga to'g'ri kelgan. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Nyu-Yorkdagi bosh shtabida o'tkazilgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy majlis yig'inida Rossiya Federatsiyasining Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi doimiy vakili Dmitry Polnitsky biz Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik kengashining a'zolarining kengayishini qo'llaymiz. Kengashda G'arb davlatlari bek ko'p vakillik qilinadi. Biz uni Osiyo va Latin Amerikasi davlatlariga, shundaqla tarixdagi adolatsizlikka uchragan Afrikaga vakolatini kengaytirishni talab qilamiz dedi. Italiya prezidenti Sergio Mattarella bosh minister Mario Draghining istifa berishiga sabab bo'lgan hukumat krizisidan keyin parlamentni ta'qib etdi va 70 kun ichida muddatdan burun cho'ng saylam o'tkazilganligini e'lon qildi. O'rta Osiyo davlat boshliqlarining 4-qitimliq maslahat yig'ini Qirg'izistonning Istiqko'l rayonidagi Cho'lpan atada o'tkazildi. Qozog'iston prezidenti Qosim To'qayev, Tojikiston prezidenti Imom Ali Rahmon, Turkmaniston prezidenti Sardar Badamov Xadamov va O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Markaziy Osiyo davlat boshliqlarining 4-qitimliq maslahat yig'iniga qatnashdi. Xitoy davlat raisi Xi Jinping 12 iyuldan 15 iyulgacha Sharq Turkistonni tuyuqsiz ziyorat qilgan bo'lib, uning ziyorati haqidagi mulohazalar davomlashmoqda. Yig'ilishcha Xi Jinping ziyoratida diniy ishlarga munosabatlik boshqarish iqtidorini yuqori ko'tarish masalasi haqida to'xtalgan. U munolarni ta'kidlagan. Xitoydagi islom dini yo'linishi cho'qim Xitoycha bo'lishi kerak. Dinni cho'qim Xitoycha sotsialistik jamiyatga moslashtirish kerak. Siyosiy jihati ishonchlik, diniy tadqiqotda muvaffaqiyat qozongan, keng hurmatga sazovor va xalqlik mazgillarda rol o'ynaydigan bir turkum diniy zotlarni yetishtirish kerak.